Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalim obunachilari. Ancha bo'lganda video qo'ymaganimga nima ishlar qilib yurganim haqida aytmoqchiman. Hozir turizmda mana shu avtobus mashinasini haydayapman. Bugun bir kunda turizm avtobusini haydab Toshkent shahar ichida qancha pul topishligini va primerno qanaqa holatlar bo'lishini qayerlarga taxminan borish haqida qisqacha video qilaman. Xudo xolasa ma'qul bo'ladigan umiddaman. Hozir soat 5:16. Kecha bir ikkita ishlarim bor edi. To'g'risini aytsam kechasi kira qilyapman. Mana Crown Plazaga kelib, soat 8 da tur boshlandi. O'shangacha sal ertaroq kelib turdim. Chunki frokka boshlagancha bu yerga kelib olgancha vaqt ketadi. Undan ko'ra 2 soat uxlab olamiz. Shunday qilib boshladik bo'lmasa. Good morning, Aziz. Good morning. How are you? O'zi yoqiladi. Est-ce que cette question, est-ce que ça vous fait le coup qu'on s'arrête pour retirer de l'argent peut-être? Donc, Hozir mana mujizvadan o'tib ketgan. Ah non, j'en ai pris qu'un. J'ai une pochette pleine. j'ai... Voilà, on a recommandé spécialement pour vous. Ça, vous êtes le premier client. Oui, Oui. Le Japon, voilà. On va peut-être s'arrêter pour retirer un stock to withdraw some money. Okay. By the way, O'zbekchaga to'xtaymiz unda. O'shanda nima Bankomatdan senmada. Xo'p. Bankomat xastimomda yo'qmi? Xastimomda anig'ini bilmadim opa. Yo'q. Yo'lda anonga Milliy olti ostanovkasida bormi yo'qmi ularda? Milliy Kurugli borku, sen Gangadan o'tgan joyda. Après, le plus simple, si c'est... Ham bu o'shandan oladi. Le plus simple. Un étage des dalles de béton. Voilà. Les sons sont assez mais un peu moches. Voilà, je vais vous montrer, d'accord? Voilà. Et après, l'autre moment. Bu monument mujizva obidasi desam bo'laveradi. Bu imенно 1996-yil 26-aprel kuni soat 5:24 dami 23 da shu yerda zilzila epik zonasi mana shu yerda bo'lgan. Zilzila ikki xil holatda bo'ladi. Gorizontal bir joydan paydo bo'ladi, gorizontal tarqaydi va spiral simon bitta joyda paydo bo'ladi, spirali tepaga chiqib plitani tagiga uriladi. Eng katta bosim o'sha yerda bo'ladi. Toshkent o'shanday holatga to'g'ri kelgan. Ya'ni bu qora mramordan ishlangan, ya'ni zilzila yuzaga kelib, mana zilzilaning ketish simvolikasi desam bo'ladi. Borib, mana o'zbek o'g'lonini oilasini himoya qilib turgan ko'rinishdagi monument yasalgan. Ko'rib turganingizda o'sha oilagacha borib tepa aylanib o'tib ketgan. O'shanda 70 mingdan ortiq oila uy-joysiz qolgan. Ya'ni endi oilada o'rtacha 3-4 ta farzand, 3 tadan bo'lgan taqdirda salkam 350 ming kishi oilasi uysiz qolgan desa ham bo'laveradi. 9 balldan baland bo'lgan. Bu mana shu 14 ta Sovet mamlakatlaridan kelib birgalikda Toshkentni qayta qurganligi haqidagi simvolika. Shu 14 ta mamlakatdan kelib birgalashib Toshkentni qayta qurganligi haqida tushuncha. Endi bular harakat qilishgan, o'zlariga simvolika qilishga. Endi mana orqa tomonida primerno mana bunaqa naqshlar bor. Bu qayta remont bo'lgan mustaqillik yillarida, lekin mana bu naqshlar eskidan qolgan. Ya'ni o'sha 1974-yilmi, yilini adashtiraman. Tagida holi yozib qo'yaman, aniq yilini. Ko'rib turganingizda mana bu Qizil maydonga kim Moskvaga borgan bo'lsa, Kakras Kremlda mana shu kurant qismi. Bu naqshlar qaytadan ishlashmagan, chunki
bunaqa qaytadan ishlashda iloji yo'q buni va уже tarix. Buni ko'rib turganlaringizda o'ziga xos naqshlar bilan xuddi har bitta mamlakat kelib Toshkentni qayta qurishga bergan mamlakat xuddi o'zining simvolikasini qoldirishga harakat qilishgan. Bu yoqda mana Anhor kanali. Bu o'zlaringiz bilasiz, mana shu imенно mana shu Anhor kanali yangi va eski Toshkentga bo'lib turadi. Ya'ni kanalda hozir men kanalga qarab tursam, kanalning o'ng tomoni eski shahar, kanal chap tomoni yangi shahar. O'sha kanal ustida Mustaqillik maydoni oldida bir vaqtlar darvoza bo'lgan. Ya'ni KPP shaklida. Ruslar bosqinidan keyin 1965-yil, 1966-yillar shaharni Anhorni hozir men qarab turgan chap tomonidan yangi qismini qurib boshlashgan. Ya'ni o'sha Mustaqillik maydoni oldin Saborniya улица bo'lgan, ya'ni o'sha general gubernatorliklar qurilgan. Mustaqillik maydonida keyin sabor bo'lgan, ya'ni ular juda bir katta cherkov bo'lgan. Shuning uchun cherkov ko'chasida ham bo'laveradi. Keyinchalik Lenin maydoni 2 marta haykal almashgan, keyin mustaqillikdan keyin mana ona haykal globus qo'yilib, mustaqil maydoni deb yuritilgan. Non, pas vraiment. Et ça veut dire quoi, Farovol? Khas signifie Khazrat, c'est grand, connu, célèbre. Vous avez vu le dôme à gauche là? Oui, voilà. Ça c'est le centre de civilisation de la religion musulmane. Ça c'est récent. Ah, c'est récent. Mosquée, madrasa, mausolée. Je veux faire la photo. Bibliothèque Moï Moubarak, Moï, ça c'est cheveux. Et ça date de quand? Ça dépend. You're welcome. Assalomu alaykum. Orqa tarafga borishadi deb qo'ying. Hozir turizm avtobuslar orqaga o'tyapti. Ukrainskiy taraf. Qo'yadigan joy bormi orqada hozir? Stenga qilingan joy. Shunaqa har safar qonun qoida o'zgaraveradi. Oldin turizmga avtobusni bu yerga qo'yardik, endi orqaga qo'yadigan bo'libmiz. Xo'sh. Hazrati Imom majmuasi 2007-yil qurilgan. Endi imkon bo'ladimi yo'qmi? Hozir orqa tomoniga o'tib ketaman. Hozir chap tomondagi xalq tilida Xas Imom, ya'ni o'zimizda qisqartiruvlarga uchraydi. Aslida bu Hazrati Imom masjidi 2007-yil qurilgan. Chunki 2007-yil Toshkent islom madaniyati poytaxti deb e'lon qilingan. O'shanga bitirishga harakat qilishgan. Chunki bu juda faqat Toshkent uchun, faqat tarix yuzasidan, faqat Toshkent uchun, Markaziy Osiyo, faqat Toshkent O'zbekiston uchun emas, balki Markaziy Osiyo uchun juda muhim joy hisoblanadi bu yurt. Hattoki Kavkaz yurtlari, Kavkaz orti yurtlari, masalan Dog'istonlar, hattoki Tataristonlarga ham juda muhim joy hisoblanadi. Nimaga sababi? Qaffol Shoshiy madrasasi boshida endi tarixdan bo'lgan, mana shu remesling, ya'ni o'zi din bo'yicha juda bilimli insonlardan bo'lgan, kamiga qaffol, ya'ni o'zi anavi ham bo'lgan, как его burib olay. Qulf tuzatadigan kasb egasi ham bo'lgan va juda ko'p tillarni bilgan. Endi tarixiy yuzadan nimaga muhimligi, 1942-43-yillar urush, juda Ikkinchi jahon urushi, Ulug' Vatan urushi, ya'ni bizda juda qattiq tus olgan vaqtlarda, dinga ehtiyoji bo'ladi Sovetskiy Soyuzda. Chunki
ham gapirishdi hali. Dinga juda katta ehtiyoj tuziladi, chunki o'zlaringiz bilasizlar, Lenin siyosatiga ko'ra Xudo yo'q deb ular boshlashgan, lekin musulmon askarlarini duxini ko'tarish uchun dinga bo'lgan ehtiyoj kuchli bo'lgani uchun keyin ruxsat berishadi. 1943-yil chistishni, ya'ni bir qisman ochishga ruxsat beradi bu yerda. O'shanda to'g'ridagi masjid ishga tushadi. O'sha 43-yilgacha taqiq juda kuchli bo'ladi butun Soyuz bo'ylab. Nimaga Toshkent, nimaga Tatariston emas, nimaga Kavkaz emas? Chunki biz tarixan juda ko'p madrasalar, masalan Samarqand, Buxorolarda joylashgan, Samarqand, Buxoro, Xivada joylashgan, Toshkentda ham juda ko'p madrasalar bo'lgan, islom tarixi bo'yicha juda katta ahamiyatga ega bo'lgan hudud bo'lgani uchun O'zbekiston Toshkent tanlangan. Keyinchalik 1970-yil, hozir endi ko'rsata olaman, o'ng tomonda islom instituti ham quriladi. O'shanda mustaqillik yillarigacha asosiy islom markazlaridan biri bo'lib keladi. Mana shu Hazrat Imom ansambli. Endi 2007-yil Toshkentning 2200-yilligini nishonlayotganda hamda islom madaniyati poytaxti deb umuman oladi. O'shaning uchun 2007-yilga bitirishga harakat qiladi. Oldida ikkita gumbaz bor, 54 metrlik. O'sha kirib boriladi. Dalshi agar keyinchalik imkon bo'lsa, hozir ham uzoqroq ketaman. Водительman soteki imkon bo'lsa tushirib qo'shimcha informatsiya berib o'taman. Endi bu yerda o'zlaringiz bilasizlar, 15-16-asrgacha даже zilzilaga qadar asosan 4 ta daha bo'lgan Toshkentda. 4 ta rayon deydi-ku endi biz tilda. O'shanda Sebzor, Ko'kcha, Beshyog'och va Shoxontaxor rayonlari. Bu endi Sebzor dahasiga qaragan va shahar chet qismi hisoblangan. Bu yerda shimoliy g'arbiy qismlarni egallash uchun Kaykauz arig'i qazilgan. O'zlaringiz bilasizlar, qayerda suv bo'lsa, bog' bo'lsa, o'sha yerda salqin joy bo'ladi. Ya'ni bu yerlar 15-16-asrlarda ham endi mana bizda ham endi Toshkent shahrida ichkarida yashaydiganlar to'g'ri tushunadi. Dam olish kunlari, yozda issiq kunlarida harakat qilishadi Do'rmon va shahar tashqarisiga tog' hududlarga chiqib ketishga. Bu ham o'sha ko'rinishdagi nima deydi, shahardan tashqari hovlilar, saroylar bu yerda joylashgan bo'lgan, ancha salqin bo'lgani uchun. Hozircha shunaqa gap. Aytganim 1970-yilda bu asosiy qism, bu mustaqillik yo'llarida qolgan Toshkent Islom universiteti Imom al-Buxoriy nomidagi sal dalshi 1970-yil bir etajli zdaniya o'sha qurilgan. Kiriz mana Hazrat Imom mavzoliysi mana o'ng tomonda joylashgan. Qo'yadigan joyi yo'q ekan. Mana ko'rib turganlaringizda endi orqa quyosh tomonidan to'g'ri kelib qoldim. Yaxshi ko'rinyaptimi yo'qmi? Islom sivilizatsiya markazi ishga tushdi o'tgan yildan boshlab. Yo'q, mana shu bahordan boshlab. Bileti menimcha 25 mingdan bo'lsa kerak. Ichkarisi juda bir qiziq deyishadi. Bidini olsalaringiz ichki tomoniga kirib, xudo xolasa. Mana shu ko'rinishda. Orqa tomoni ham antiqa qilishgan, kechki salqin vaqti kelsa ham oilaviy bemalol aylanadigan qilib. Tarixiy bir o'zgacha ko'rinish berishga harakat qilishgan. Ajoyib. Значит, mikroavtobusga kelsangiz, mana Baroxa madrasasining orqa tomoniga o'tasizlar. O'tib, mana sivilizatsiyaga qarab, menimcha gid bilan keyin telefonlashib topishib olasizlar. Xo'sh.
Ana bu toychoq bizdan. Toyota Hiace 26-yil. Bu oldin Jolon haydardim. Mana shu kompaniyadan uni sotib hozir yangiladik. Bundan как раз birinchi anolar. Birinchi turistlarim bu yangi mashinada. Yaqinda hujjatlarni tayyorlab ana qildik. Quluvchi bilan. Mana shunaqa juda qulay 3.5 atmosferniy motor 277 ot kuchi. Xuddi gelikda yurishda desa ham bo'laveradi. Oldi ko'tarilib ketadi agar gaz bossangiz. Ko'rinishi. Pardalar Mercedes Sprinterdan qo'ydik. Mana shunaqa ko'rinishda. Orqada ikkita sidin yechib qo'yilgan bagaj shaklida. Atak o'sha ikkita sidinlar bilan 12 ta, ya'ni 11 ta salon qismi, 12-inchisi mana oldidagi inson uchun, 13-inchisi mana joy, voditel joy. Har xil holatda har xil turistlar chiqadi. Menga juda ma'qul keldi bular. Yo'llarga kofe olib olaylik deshgandi. Mana keklab qo'yib keldim. Ana o'tirishibdi. Gangaga yetmasdan Abay Berkroskadan kerakmi, Krasinkadan o'tgan joyda menga ham taklif qilishdi. Hozir ayiqsiz kapuchino ichib oldim. Как раз o'zi 2 soat uxlagani, ko'zlar kichkina ko'zlarini katta ochib tashlaydi. Endi dalisha hozir chiqsa, chorsiga qarab ketamiz. Là, on peut sortir si vous voulez. Le samedi dimanche, ça c'est ouvert toujours. Voilà. Et il y a des spectacles encore dedans? Xo'sh, mana aziz do'stlar, dom keramikaning oldida qoldirdim bularni. Chap qo'li chorxo'z, dom keramikani ko'rishadi-da, keyin chorsiga o'tishadi. Bu yerda tashab, endi men metro kosmonavtga ketaman. Shu yerda metrodan chiqishini kutib olaman bularni. Bular hozir Chorsini aylanadi, Chorsi metrosini, Alisher metrosini va kosmonavt metrolarini ko'rib, tarixlarini aytib, o'sha yerdan chiqishadi. Interpolda oldida bularni kutib olib, keyin amaliy san'at muzeyiga boramiz. Mana aziz do'stlar, hozir Interpolda oldidan, mana o'ng tomonda Interpol zdaniyasi. Kosmonavt metrodan chiqib kelishdi. Hozir mana ana qolamiz. Turishdi ana daraxt tagida, MVDdan oldi. Shuni Interpolda bunga to'xtab, eshikni ochamiz. How are you, Aziz Bek? I'm fine. How about you? How about Fine, Chorsu? hot but fine. Mana do'stlar, amaliy san'at muzeyiga keldik. Muzey прикладного искусства. Bu muzey sifatida qurilmagan. Buni tarixi. Hozir familiya ismdan chiqdi. Noto'g'ri aytishim mumkin. Sar imperiya davrida bu yerga Pilov, по-моему. Amaliy san'at muzeyi deb yozib ko'rsangiz, informatsiya o'sha ko'chib keladi. Va muzey hozir G-образный razmer ko'rinishda. P-образный asosan mana to'g'ridagi kirgan zdaniya birinchi qurilgan. Ikki yondagi muzey keyinchalik qo'shib qurilgan. Bu uy bo'lgan muzey bo'lishdan oldin va uni yonida yuradigan xizmatchisi juda bir arxitektor, shunaqa unga qiziqadigan inson bo'lgan. Va ikkalasi birgalikda ichkarida yog'ochlardan ishlovlar berilgan, 4 ta kolonnadan iborat, o'rtada fontan bo'lgan asosiy zal bo'lgan. Keyin ikkita masjidlarda bo'ladi-ku, imom qarab o'qiydigan tomon. Minbarmi, nima deyshadi o'sha? Ikkita minbar qilgan, kamin qilgan. Hozirgi kunda kirib borsangiz o'ng tomondan boshlanadi. Atlas adres tarixi, keyin uni stanovga turibdi. Keyingi xonada qo'l mehnati, ya'ni materialga igna orqali rasm tushirish. Undan keyingi xonada gilamlar. Undan keyingi xonada
o'zbekona tapchan, ya'ni o'zbek aholisining tapchani va xontaxtasi, odamlar qanaqa o'tirganligi haqida, tarixiy musiqiy asboblar, dutorlar va har bitta urib qo'ya qolay. Har bitta instrumentni oldida QR kod qilib qo'yibdi, bemalol o'sha QR kod tushirsangiz, o'sha musiqiy asbobni ovozda eshitiladi. Har xil turdagi do'ppilar, milliy kiyimlar. Endi bular asosan Samarqand, Buxorolarda ko'p tarqalgan, lekin bu yerda ham bilib olsangiz, u yoqda juda asqotadi. Masalan, qizlik davrida qizlar qanaqa do'ppi kiygan, vodiyda, vohada turmushga chiqqandan keyin qanaqa kiygan, qanaqa ganchi o'zgargan, gapirmasdan turib, masalan, 20-asrda birinchi yarmiga qadar, birinchi yarmining boshlariga qadar yuzi ochiq, bemalol do'ppi kiyib yurishgan o'zimizda xalq. Ruslar Chor imperiyasi bosib kelgandan keyin, 19-asrning ikkinchi yarmidan keyin paranjiga o'tib boshlashgan. Chunki barim ruslar ayolning yuzini ko'rishni xohlashmagan, or kuchli bo'lgan va o'shanda paranjiga o'tish ko'proq ro'y bergan urush yillariga qadar. Keyin hozir bu temaga qaytamiz, paranji temasiga yana. Keyin u xonadan o'tgandan keyin sopol idishlar, ishlanmalar, masalan, xumlar bor u yerda, musiqa chaladigan loydan, ya'ni sopoldan tayyorlangan haykalchalar bor. Keyin barimiz Zardushtiylik diniga borib ozroq taqaladi, qolib ketgan holatlar. Ya'ni har xil jin, shaytonlarni tushirilgan haykaldan yasalgan xushtaklar bor. O'sha masalan hosil posilni oldida o'sha xushtakchi chalsa, o'sha yerdan o'sha jin ajina ketarmish, hosil yaxshi bo'larmish deganday. Endi har xil holat ishlatilgan. Keyin xumlar bor. Keyin masalan o'rta asrlarda g'aladinlik bo'lmagan, muzlatkich. O'shaning uchun spesialniy teshigi kichkina bo'lgan xumlar bor, o'sha ovqatni uzoq vaqt saqlab turish uchun, ya'ni tushonka qilish san'ati desa ham bo'ladi-da, masalan, yog'ni ichida qoldiradigan qilib. Keyingi xonada o'zi misdan ishlangan laganlar, instrumentlar, taqinchoqlar kabilar ko'rish mumkin. Koridorda mini miniatyuralar tushirilgan rasmlar bor. Asosiy zal boya aytib o'tganimdek, polniy patolog yog'ochdan o'ymakorlik bilan ishlangan 4 ta kolonna bor. O'rtada fontan joylashgan. Ya'ni o'sha katta holda fontan ishlab turganda, u degani tabiiyki o'rda kislorodni suv boyittiradi va ancha salqin bo'ladi, barim chilla vaqtlari boshqa. Endi qadrini bilib o'shani qilishgan. O'sha zaldan to'g'ri kirganda yotoqxonasi bo'lgan va hozir rassomning ismi uzr, o'shanga oid qalami tegishli rasmlar bor. Chap tomonda 3 ta qizni to'g'ri kirganda, по-моему, kashta tikayotgani va ikki tomondan ikki otliq kuzatib turganligi haqida va ikki tomonda yana shunaqa rasmlar. Endi paranjiga qaytsak, Rus imperiyasi bizni bosib olgandan keyin asosan massiv bizgilar mana shu Uchtaxonlik territoriyasida paranjiga o'tib boshlashadi. Shtob or kuchli din jihatidan, shtob nomahram qaramasligi uchun. U urush yillarigacha davom etadi va keyin urush yillaridan keyin urush yillarida как бы endi propaganda boshlanadi. Endi qaytsa paranjini tashlatish kerak. Ayollar maktablari ochiladi, teng huquqlilar haqida gazetalar chop qila boshlashadi. Lekin bu yerda maqsad hech qachon xalqda yoki aynan Soyuzda bo'lgan mamlakatda aholini haq huquqini o'ylash bo'lmagan. Endi ayollar xalq huquqini endi axborotda shunaqa ko'rsatishgani bilan zavodlarda boshqa hamma erkaklar urushda edi. Zavodlarga, fabrikalarga ishchi kerak edi. Shu orqali paranjadan chiqib va tipa teng huquqlilik qilib, maktablar ochib, ularni o'qitib, ishchilarni ko'paytirishga erishishgan. Shunaqa qilib sekin paranjidan ham qutulishgan. Mana shunaqa muzey.
kelib ko'rishlaringizni tavsiya etaman. Juda bir qiziq muzey. Men hozir qisqacha aytib berdim. Aslida bir 2 soatlar bemalol vaqt sarflasa bo'ladi. Bilet narxi O'zbekiston fuqarolari uchun 40 ming so'm. Studentlarga agar studentga biletni ko'rsasangiz 20 ming so'm skitkasi bor. Ish vaqti 9 dan 5 gacha. Желательно 3:30-4 gacha kelish kerak. Chunki 4:30 dan keyin barim tayyorgarlik ko'rib boshlaydi yopishga. 15:30 gacha. Hozir bular kirib ketishdi, taxminan 1,5-2 soat ular kirib ketishadi. Xo'p, aziz do'stlar, 99% programmada ko'pincha 5 qozon bo'ladi. Agar 15 kunlab beradigan gruppa bo'lsa, 5 qozon bo'lmasligi mumkin. Boshqa milliy taom rayhon, milliy taomlar yoki bir boshqa restoran bo'lishi mumkin. Bu aytak Toshkentdagi turlar juda ko'pida, mana shu 5 qozonga kelinadi. Qancha nomer bo'ldi? Bo'lishdi. Mashhur teleminorani tagida 1986 yilda qurilgan. Sharof Rashidov juda katta sababchilardan biri bo'lgan. Chunki ham metro proyekti, ham telebashni proyekti, ikkita proyekt bitta respublikaga berilmagan, lekin Sharof Rashidov tashabbusi bilan uddasidan chiqishgan. Stop. Stik. Juda yaxshi turistlar chiqishdi. Xudoga shukr 5 qozonga kirib, to'y oshib, qorinni to'yg'izib, qorin to'ydi, g'am ketdi, endi yotib uxlasak deydi-ku. Xudo xolasa yana Amir Temur xiyoboni bilan Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatri qoldi. Shu ikkalasini qilsak, как раз soat 4:30larda Xudo xolasa tugasa 5larda Gastasoga borib qo'yaman. Shu bilan turimiz ham tugab qolsa kerak. Mana aziz do'stlar, orqamda Gastiniца O'zbekiston mehmonxonasi 1969-yil 1974-yilgacha, ya'ni 5 yil mobaynida davom etgan. Qurilishi 1974-yil qurib bitilgan. Zdaniya 17 etajdan iborat. 74-yil bo'lishiga qaramasdan bu sovet modernizm arxitekturasiga kiradi. Arxitektor Ilya Mirporti degan arxitektor tomonidan qilingan. Buni ko'rinishi xuddi ochilgan kitob singari. 17 etaj va oxirgi etajda mana yaxshilab endi yaqinlashtirish imkoni yo'q menda. Oxirgi etajda oynali etaj, bu panoramli etaj hisoblanadi. Bu yoqda restoran joylashgan va bar. Bemalol kichkina gruppalar bo'lsa, olib chiqib, kokteyl, kofe ichib, Amir Temur xiyobonini, gimnaziya zdaniyasini, hozir mana bir sanoat qurilish bank bo'lgan zdaniya bor. Bu eng birinchi 19-asrda eng birinchi qurilgan zdaniyalardan biri bo'lib, bu yerda o'sha Rossiya imperiyasi birinchi banki joylashgan bo'lgan endi O'zbekiston hududidagi. Endi bu yerda avtobus turibdi, avtobus nari tomonida Yuridiskiy institut, mana bu Shosh zdaniyasi Islom Karimov tomonidan qurdirilgan va ikkita kurant. Endi yuqoridagi panoramadan juda yaxshi ko'rinadi. Pastida ham ikkita zal bo'lib turib, banketniy zal, to'y, marosim, har xil banketlar uchun ishlatsa bo'ladi. Yuqorida ham oynali panoramli qismi bar va o'tiradigan joylardan iborat va ichki tomonda milliy shakldagi restoran ham bor. Hozir mana ular bu yoqqa kirib ketishdi, endi hozirroq kutib turamiz. Aka mana shu aytguncha e'tibor bergan bo'lsangiz, ochilgan kitob va derazalar ustida mana bu kvadrat shaklda, setka shaklida qilingan dizayn bor. Bu faqat dizayn emas, buni katta ahamiyatga ega. Mana hozir soat 2 deylik.
3 bo'libdi. Soat 1 dan 3 gacha 5 gacha barim quyosh tushadi va zdaniya juda qizib ketadi. Bu mana bu agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Samarqand, Buxoro, Xivadagi umuman bizda har tarixiy binolarga e'tibor bersangiz, Amir Temur davri bo'lsin, Xot Shaybaniylar davri bo'lsin, oynani o'rniga e'tibor bersangiz, alvastrdan qilingan, alvastr sifat qurilish materialidan qilingan katakli yoki dumaloq setka sifat oyna bo'lgan. Chunki Xitoyda oyna kelgungacha qadar ular shunaqa katakli yozda kunda ishlatishgan va qishki kunida yog'ochli spetsial oynani o'rniga qilingan ramkalar tiqib qo'yib yopilgan. Uni vazifasi, ya'ni qirra quyosh nurini sindirish birinchi maqsad va skvoznak deydi-ku o'zimiz tilda, shu havo aylanmasini ta'minlash uchun. Va o'shandan olingan buning dizayni ham. Buni dizayni ham o'shandan olingan. O'sha tipa ham ochilgan kitob shaklida va ustida mana bu setka sifatida betondan qilingan konstruksiya. Bu o'sha ham ko'rk, ham bir o'rinda o'sha binoni qaysidir o'rinda sovutishga yordam beradi. Do'stlar, ertalab uydan chiqib ketayotganimda nolga qo'ygandim. Mana общий kun uzoqida 64 kilometr yurdik. Ana расход почти 22 litr. Soat 4:30 bo'ldi. Ertalab soat endi soat 8 da ekskursiya boshlangan. Обычно 7:30 da uydan chiqib ketiladi. Men endi shoda soat 5 larda bor 2 soat uxlab oldim. Shunday qilib soat 8 dan mana 6:30 4:30 gacha ishladik. Bor yo'q 64 kilometr yurdik. Boradigan joy ko'p, no qisqa yurishlar. Ish og'ir desa, og'ir emas. Faqat shu probkada ko'proq turishga to'g'ri keladi. Asosan kutish bilan o'tadi vaqt. Mana shu kun uzoq yurganga har kun agar mana shunaqa gruppa bo'lsa, ujinsiz, ya'ni ujin bilan $20, ujinsiz $15. Ya'ni 180 ming so'm. Yaxshi tomoni turistlar 10 euro chivi qoldirishdi. Shunday qilib, keyin oylik masalasida voditelning oyligi ofitsial firmada, menga o'xshab firmani mashinani haydaydigan bo'lsangiz, 1,5 million 3 milliongacha bo'ladi. Mening holatimda 2 million oylik ish bo'lsa bo'lmasa, qishin yozin oylik olaman. O degani kuniga где-то 65 mingdan to'g'ri keladi. O'shanda agar mana shunaqa Toshkent shahriga zakaz bo'lib qolsa, $15 180 ming, yana 65 ming. O'shanda 245 ming. Omadingiz kelsa 10 yevrodan 20 yevrogacha choy chaqa berishadi. Ba'zida so'mda ham 100 ming berishi mumkin. Ana shunaqa agar choy chaqa bergan kuni uni ham где-то $10 o'rtacha hisoblaylik, 120 ming. 240 360 ming choy chaqa bilan. Choy chaqa bermagan kuni oylik bilan hisoblaganda 245 ming to'g'ridan to'g'ri keladi. Agar gidingiz yaxshi bo'lsa, ya'ni obedga taklif qilsa, turistlar bilan birga va turistlar yaxshi bo'lsa, obed o'shanda bepul. Atak obed bu oylikka kirmaydi. Xohlang rulda o'tirib obed vaqtini kuting, ro'za tuting. Xohlang borib 10 mingdan 2 ta 20 mingga somsa yeb olib deganda kunda o'tkazsa ham bo'ladi. Shunday qilib, turizmda voditelda o'rtacha bir kunda topadigan pulini, albatta agar mana shunaqa zakaz bo'lsa, o'rtacha bir kunda topadigan pulini men sizlarga keltirib berdim. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosib, keyinchalik turizm sohasida videolar qiziq bo'ladigan bo'lsa, podpiska bosib qo'ysangiz, menda bundan buyog'iga iloji boricha turizm va taksida bo'ladigan holatlar bo'yicha videolar qo'yib borishga harakat qilaman. Avtomashinam meniki Cobalt, tarif komfortga o'tadi va propanda. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, bir kunlik ish kunimda ko'rsatishim mumkin o'sha propandagi Cobaltda bir kunda qancha topsa bo'ladi va qanchasi xarajatga ketadi. Ko'rishguncha.